Hurmatli tomoshabinlar, mana Ligorin standart tovuqlarimiz, bular tuxumlari mana. Katta kundan kunga o'sha havo isigan sari bular tuxumi ko'payib boryapti. 9 ta tovuq bor, kuniga 8 ta, 9 ta, 7 ta ham. Bugun xudo xolasa mana tuxumlarni endi olamiz hozir. Tak, tovuqlarimiz mana standart tovuqlarimiz. Hozir endi tuxumlarni ko'ramiz, sanaymiz. Bugun hammasi qilibdi 9 ta ekan. 9 ta tovuq, 9 ta tuxum qilibdi bugun. Olib solaver yoqqa. Tepa nimaga solaver? Latokka solaver. Tuxumlari katta qaranglar mana. Tuxumlari. Keyin ko'pchilikdan savol kelyapti, bu Ligorin tovuqlari qanday, yaxshimi tuxum berishga, qishga qanday, qishga boqmang deb aytyapsizlar deb kommentariyalar bo'lyapti. Qishda ham yaxshi tuxum qiladi, prosta joyini iliq qilish kerak-da, 25 gradusgacha bo'lsa, misol uchun 10 gradus, 12 gradusdan 25 gradusgacha bo'lsa, bemalol tuxumini olaverasizlar. Boka kuniga misol uchun 9 ta tovuqdan kuniga 9 ta ham tuxum olasizlar. Mana shu bugun mana 9 ta qilibdi bular. Kundan kunga misol uchun ko'payib boraveradi bularning tuxumi. Tovuqlarimizni ko'rinishi mana. Lekin joyini siqilish kerak, yemini vaqtida berish kerak. Bularga endi xudo xolasa 2 talik, 3 talik gnezdo yasab qo'yaman, nima deguncha hamma tovuq bitta joyga sig'may qolyapti o'sha. Tovuqlarimizni ko'rinishi. Tuxumlari ham katta, tuxumni zo'r qiladi. Hozirgi paytda donlarini yaxshi beryapman, suvlarini yaxshi beryapman, vitaminlik suvlar bilan. Shu uchun ham tuxumni zo'r beryapti. Havolar ham isib ketdi o'sha bizda 20 gradus bo'lyapti. O'sha kunduziga, kechqurunga 7 gradus bo'lyapti. Yemlari, kechki yemlarini endi beraman. Xudo xolasa. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, tomoshabinlar. Ligorin tovuq ham zo'r, nomer 1 tovuq. Prosta qishga joyini siqilish kerak. Mana tuxumlarini qaranglar mana. Tuxumlari katta bo'ladi bularda. Shu bugun mana 9 tasi hammasi tuxum qildi. Xudoga shukr. Tuxumlar. Hozir Tojjonni ham tuxumini olib turib solishtirib ko'ramiz tuxumlarini. Endi hozir bu yerda Tojjon koreyskilarimiz, keyin ko'pchilik mana payilka haqida ham bir tushuntirib o'tay. Payilkani yasalishini mana qaranglar. Payilkani ichida bolti bor. Misol uchun где-то 8 lik svirlo yo 9 lik svirlo bilan bachogida teshib olib, mana payilkamizni burab turib, ichida mana misol uchun qo'l sig'aydigan qilib kesib olamiz. Mana qo'l sig'aydiganda hozir qo'l sig'aydigan kesga boltini qotirib qo'yaveramiz. Hozir mana qaranglar. Ichi chaymoga keyin mana bunday qilib turib to'kib tassalar ham bo'laveradi mana. Hozir suv tushadi mana qaranglar. Papula ko'tarilib tursa tepaga suv tushadi. Suv to'lgandan keyin papula bosilgandan keyin mana yerda rezinkasi bor. Papula hozir mana bunday qilsam suv oqib turaveradi mana qaranglar. Oqib turaveradi. Ana men qo'yib hozir suv oqmay qo'yadi. Ichida papulokchasi bor. Papulogi o'zi suv to'lgandan keyin siqqandan keyin bu yerdan suv chiqmaydi bu yoqqa. Bunisi ham xuddi shunday. Mana hozir musor to'lib qo'yib, musorini bitta burab turib olib tashlaymiz. Burab olib tashladik, qaranglar. Hozir mana suv tushyapti. Suv tushgandan keyin ana o'sha papulogi to'ldi mana qaranglar. O'sha 1 gram ham suv oqmaydi. Tovuqlar agar ustiga chiqib bosib yuborib sindirmasa agar suv oqib ketmaydi. Hozir men bunday qilsam oqib turadi yana mana. Ko'rdinglarmi? Bu oson qo'yish. Misol uchun Farg'onaga borgan paytimda Farg'onada mana shunaqangi idishchadan bor edi. Boyaga tovuqlarga, qushlarga yem sotadigan kletka shunday magazinga kirib qolganimda Farg'onada bor edi. O'zbekiston Lubayaga dastavka qilib ham jo'natib yuboramiz deb aytgandilar lekin. Shu Farg'onada video chiqarganimda qo'ygandim. Bu o'zi uncha qimmat turmaydi. Misol uchun 5000 dir, 6000 dir, 7000 dir undan yaga o'sha bormaydi-da. Misol uchun 5000, 6000 ga beradi donasini. Misol uchun bitta mayna 10 litrlik idish topib,
mana shu ko'rinishda misol uchun yerdan 25-30 sm balandligida qilib, ikkita teshik qilib turib, ikkita teshikka shunday burab qo'ysalaring bo'ldi. Mana shu ko'rinishda turaveradi. To'ka qo'l sig'adigan bo'lishi kerak-da, ichkarisida gaykasi bor. Xudo xolasa tushundilaring deb o'ylayman. Endi bitta tojjonlarimiz tuxumlarini ko'ramiz o'z. Bitta ikkita. Bu yerda ham ikkita ekan. 4 ta bugun qilibdi mana. 5 ta tag'idan bugun 4 ta. Kecha 5 ta oldik. Bugun 4 ta mana. Mana. Tuxumlar sekin. Ehtiyot qilib, tojjonni tuxumlarini yemaymiz, rosa ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi, chunki zakasga yig'amiz. Tojjon tavuqlarimiz. Xudo xolasa hammasi sog'lom. Bularni yemini sal kamroq berdim. Hozir endi bularni ham suvni ichiga boyaga ichini bular ham ichib ketib qolgan. Mana axlatlaridan ko'rinib turibdi. Detiski parashogidan solib qo'ydim ichiga. Boyaga tavuqlarimizni ichini qotirib, mana shu ahvolga kelmaydi. Bu degani o'sha tavuqlarimizni ichiga sovuq o'tib, sekin-sekin bular keyin panos bo'lishni boshlaydi. Boya tomog'i xirillashni boshlaydi. Mana shu ichi ketishidan-da, mana shu ichi ketadi, sekin-sekin o'sha ichki organizmiga o'tgandan keyin tavuqlarimiz o'sha sekin-sekin keyin xirillashga o'tadi. Tuxum qilib yurgan tavuqlarni tojilari ham qip-qizil bo'ladi. Agar tavuqlar sekin-sekin kasal bo'lishni boshlasa, tojilari qarolishni boshlaydi. Misol uchun xirillab, sekin-sekin o'sha tomoqlari xirillab, tavuqlarni tojilari qarolishni boshlasa, o'sha tavuqlar kasal bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun iloji boricha tavuqlarga ahamiyat berish kerak. Axlat o'sha suyuq bo'lishni boshladimi, hech bo'lmasa aptekadan detiski parashoydan olib kelib bo'lsa ham suviga qo'shib berish kerak. Misol uchun detiski parashoyni bitta donasini misol uchun 1 bakal suvga tayyorlaydigan bo'lsa, shu 1 bakal suvga tayyorlaydiganda tavuqlarimizga 1/2 litr suvga qo'shib bersak bo'laveradi. Xudo xolasa endi hozir Adler tavuqlarni ham ko'rsatib berib o'taman sizlarga. Tuxumlari qaranglar mana. Tojjonlar tuxumlari. Endi bu yerda Ligoronni tuxumlari qaranglar. Farqi qancha. Bunday olsa ikkalasi ham bir xil. Даже mana Ligoronniki katta ham dash. Bu yerda yana undan ham kattalari bor. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hozir endi Adler tavuqlarini ham bir ko'rsatib o'tay sizlarga. Bu yerda Adler tavuqlarimiz. 4 ta. 3 tasi sotildi, 4 tasi qoldi degandim-ku, shular mana bugun kecha 3 ta tuxum oldik, bugun yana 3 ta qilibdi. To'ka tuxumlari ular kichkina bo'ladi, Adlerlardiki. Boqib yurgan obunachilarimiz biladi, o'zi Adler tuxumi mayda bo'lishini. Nega tavuqlari 2,5 kilo, 3 kilogacha chiqadi. Xo'rozlari ham 3 kilodan oshiq. Mandagilar shundayda, atak bir xil Adler tavuqlar yengil ham, xo'rozi ham yengil. Keyin mana bu yerda 3 ta tavuq sotdim deganim, shuni bittasi o'lib qopti. Ikkitasini qayta olib keldim. Sotganimga bugun rovna 10 kun bo'ldi. Aroda sotganimdan keyin 2 kun 3 kundan keyin qor yog'ib, havo 15 gradusgacha minus bo'lib ketdi. 12, 13, 14, 15 gradusgacha minus bo'lib ketdi 3-4 kun. Tavuqlarimiz yaxtay suv qolib ketib, sovuq suv ichib, xirillab, bittasi xirillamoqdan o'lib qopti. Keyin telefon qilib meni chaqirdilar. Tavuqlaringiz bittasi o'lib qoldi-yu, kelib bir ko'ring deb. O'zimizni shaharimizdagi bir ayol kishiga sotdim. Vijdonim chidamayki, mana 2 ta tavuqni ham qayta olib keldim. Nimaga? Men o'zim jo'jaligidan o'chirganman. O'zim boqib kelyapman. Misol uchun yomon tovarni men o'zim birovga sotgim kelmaydi. Misol uchun vijdonim qiynaladi. Shu uchun tavuqlarni ham qayta olib keldim. Pulini endi xudo xolasa solib yuboraman. Bugun kechroq tavuqni olib keldim. Sultiprin parashogidan 1 litr suvga aralashtirib 2 mahal berdim. Ana parashogam qistamda hozir 1 litr suvga kichkina qoshiqchada 1/2 qoshiq solib, shpris bilan 2 mahal berdim. 7 gramdan 15 gram qilib 2 mahal berdim. Hozir kechkisini ham endi tayyorlab beraman. Tovoqchaga tayinlab bu yoqqa ichsin deb qo'yib qo'ysam, suvni to'kib tashabdi bular. Lekin tavuqlar baribir nima deydi? Mana shu kletkada katta bo'lgani uchun tavuqlar
O'sha mana menga kelgandan keyin o'sha 2 marta yaxshilab dorini berdim, keyin mana yemini to'ldirib qo'ydim. Tavuqlar o'sha xirillashdan sal qaytdi. Даже mana tuxum qilmayapti degandilar, mana tuxumi. Sirazi gnezdo solib qo'ydim. Gnezdoga mana yashikchaga kamina bichan solib qo'yib qo'ysam, o'sha bittasi tuxum qilibdi. Mana hozir kelib qarasam, o'sha bitta tuxum qilib qo'yibdi. Lekin bor tavuqni olganlardan keyin 3-4 kun tuxum qilib, shu bilan tuxum qilmay qo'ygan ekan. Hozir menga keldi, mana shu bugun olib keldim, lekin o'sha shu bugun bitta tuxum bor. Gap yamonlashdan nimasi, prosta men yomon tovarni birovga sotmayman-da, misol uchun maqtab. O'zbek puliga 115 mingdan 117 mingdan sotgandim. Xudoga shukr, 2 kun 3 kun davolasam, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Keyin bu tavuqlarga bemalol qo'shaveraman. Nimaga deychi, hozir xirillagan uchun bu tavuqlarga qo'shmadim, pastdagi tavuqlarga. Bularga ham misol uchun xirillagani o'tib ketmasin dedim. Shu uchun kasal bo'lgan tavuq tojisi o'sha qara olishni boshlaydi, xirillashni boshlaydi, o'zini silabi tutib, yemishi ham nito bo'lsa, o'sha tavuq sog'lom bo'lmaydi-da, sekin-sekin o'lish natijasigacha keladi. Shu uchun iloji boricha men aytib o'tadigan bir maslahatim, endi iloji boricha havola savodimi, iloji boricha sovuq suv qoldirmanglar. Hurmatli tomoshabinlar, sovuq suv qoldirdilaringmi, bo'ldi. O'sha tavuq misol uchun sovuq suvni ichdimi, 1 kun ichadi, 2 kun ichadi, 3 kun ichadi, o'sha bo'ldi. Tomog'idan bir marta ushlagandan keyin u tavuqni o'sha odam qilish qiyin bo'ladi. Agar bilmay qolsalaring, agar bilib qolib lechena qilsalaring 3-4 kunda yaxshi bo'ladi. Agar bilmay qolsalaring, xuddi mana shu bugungidek-da, mana bitta tavuq o'ldi o'zidan o'zi. Misol uchun hozir 115 ming, 120 mingga odam tushib turibdi hozir. Misol uchun tavuqda ayb bo'lmagan, misol uchun 10 kun tavuq na kasal bo'lgan, na o'lmagan, zakonni yurgan, tuxum qilib, misol uchun 10 kundan keyin o'sha xirillab o'lib qolgan tavuq. O'sha nima deydi? Sovuq suv ichib o'sha tavuq 3-4 kun xirillab borib, oxiri ayol kishi bari bilmaydi-da. Tushunmaydi, bilmaydi. Baribir borib tomog'i og'rigandan keyin tavuq xirillab o'lib qolgan. Shu uchun iloji boricha sovuq suv qoldirmanglar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xolasa kommentariy yozib turinglar, like. Keyin mana ko'pchilik mana shu bachoyni ko'rsatib o'tay. Bachoyda uchida shtusuri bor. Bachokka suv to'ldirib qo'ygan. Shtusur misol uchun shlang ulanadi. 10 mm lik. Keyin mana birinchi etajga o'tgan. 25 lik santexnik turbasini teshib qotirib qo'yadi, sariq nepelni payilkaladi. Keyin oldida boyagi shlang kiradigan shtusuri bo'ladi, keyinsiga zaglushkasi bo'ladi. Xudo xolasa uni ham bir yasab chiroyli qilib video qilib ko'rsataman sizlarga. Suvini to'kib tashlamaydi-da, xolagan paytda suv ichadi, xolamasa turaveradi. Dorilarini, vitaminlarini bemalol qo'shib bersalaring bo'laveradi.